Assalomu alaykum. Surxon Termiz Umid kanali muxlislari, videoni ko'radiganlar. Yo'lda kelganman, charchoqim zo'r. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Beshkentga kelganmiz. Buyog'imiz olib kelganmiz. Arxideya bog'i fermer xo'jaligiga. Mana buvamizga, dalamizga olib kelganmiz. Mana buyog'imiz. Yaqinroq kelasiz mana. Buyog'imizni qabul qilib oldilar mana. 3 tonna 729 kilo buyog'imiz bilan kelganmiz, gazeli bilan. Kechasi uxlamasdan kelganman. Bova, buyog'imizni ko'rdingiz? Tushuntirdik. Yoqdimi? Albatta. Ko'ngilmi? Mana ko'p beri mana shu buyog'imizdagi ishlarni mana ko'rib turibmiz. Hurmatli eshituvchilar, muxlislar, fermerlar, dehqonlar, mana shu buyog'imizdan foydalanishimiz kerak. Bu yangi dehqonchilikdagi yangi metodlar, yangilikka intilishimiz kerak, o'rtoqlar, ukalar. Ana shu Umidjon ukamizga katta rahmat. Mana Surxondaryodagi joydan shuncha tashviq bilan, mehnat bilan shu yerga dalamizgacha yetkazib berdilar. Rahmat sizga. Biz mana shuni qilgan ishlariga, tashviqlariga rozimiz. Biz mana shuni kutib turuvdik, vaqtida yetkazib keldi ana shu Umid ukamiz. Shuni ishlariga rivoj, faqat ishlariga omad. Ishoning, bu kishi faqat ana shunday sifatli ish bilan kafolatlangan ish qiladilar. Rahmat ishlariga. Katta rahmat. Kelib turing, yana kutamiz. Boshqalarga ham shu narsani taklif qilaman. Ana shu buyog'imizdan foydalanib, dehqonchiligimizga, paxtachiligimiz, dehqonchiliklarimizga ulkan zafarlar tilaymiz. Hammalaringizni ishlaringizga omad. Ana shu kishini kanallariga obuna bo'ling, yangilikdan foydalanib turing. Muhtaram Prezidentimizning 2024-yil 13-fevraldagi PK71 qaroriga asosan paxtaga buyog'imiz berilsin, go'miz miqdori ko'tarilsin, yerda balbandlik ko'tarilsin degan qaroriga subsidiyaga asosan buyog'imiz olib berdik. Mana fermer buvamizda roziligini oldik. Alloh rozi bo'lsin, bizdan rozi bo'lsin. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Rahmat.